Assalomu alaykum. Payqaganingizdek, bu videoda O'zbekiston milliy terma jamoamizning jahon chempionatlari saralashlaridagi qayd etgan natijalarini eslab o'tamiz. Sevimli jamoamiz o'z ishtirokini 1998-yilgi jahon chempionatiga saralashdan boshlagan. Birinchi ishtirokimiz omadsiz yakunlangan. Ikkinchi bosqich bahslarida O'zbekiston terma jamoasi 8 ta o'yinda bor yo'g'i bitta g'alaba, 3 ta durang hamda 4 ta mag'lubiyat bilan 4-o'rinni egallab, jahon chempionatidan quruq qolgan edi. Hech qisi yo'q. Fransiyada o'tgan 98-yilgi mundialda Osiyodan Saudiya Arabistoni, Janubiy Koreya, Yaponiya hamda Eron qatnashgan edi. 2002-yilgi jahon chempionatiga saralash. Ikkinchi bosqich O'zbekiston terma jamoasi 8 ta o'yinda 3 ta g'alaba, 1 ta durang hamda 4 ta mag'lubiyat bilan 3-o'rinni egallagan. Ko'rib turganingizdek, Birlashgan Arab Amirliklari bilan oramizdagi farq bor yo'g'i 1 ochko edi. Birlashgan Arab Amirliklari esa 3-raundga yo'l olgan, 3-raundda esa Eronga yutqizib qo'yishgan. Eron esa Irlandiya Respublikasi bilan keyinchalik o'ynab 2-1 hisobda yengilgan Irlandiya jahon chempionatiga chiqqan edi. Janubiy Koreya hamda Yaponiya mezbonlik qilgan ushbu jahon chempionatida tabiiyki Janubiy Koreya, Yaponiya, undan tashqari Saudiya Arabistoni hamda Xitoy ilk marta Osiyo qit'asidan qatnashgan edi. Germaniya yashil maydonlarida 2006-yilda o'tkazilgan jahon chempionatiga saralash bosqichlarida esa 3-raundda O'zbekiston terma jamoasi jahon chempionatiga birinchi marta eng yaqin kelgan edi. 3-o'rin 4-raundga yo'llanma bergan. Biz 4-raundda esa Bahrayn bilan o'ynaganmiz. Ba'zi bir tushunmovchiliklar, ko'pchilikka ma'lum kelishmovchiliklar, muammolar sababli ushbu o'yinda Bahraynga g'alaba yozilgan. Bahrayn esa keyinchalik Trinidad va Tobagoga 2-1 hisobida mag'lub bo'lib jahon chempionatidan quruq qolgan edi. Bor yo'g'i bitta g'alaba, 2 ta durang hamda 3 ta mag'lubiyat qayd etgan edik. Janubiy Afrikada o'tkazilgan 2010-yilgi jahon chempionatida esa O'zbekiston oxirgi bosqichda o'zining eng yomon natijalaridan birini qayd etgan edi. 4-bosqich O'zbekiston 8 ta o'yinda bor yo'g'i bitta g'alaba qayd etgan, 6 ta mag'lubiyat, bitta durang. So'nggi o'rin, hattoki Bahrayn 3-o'rinni olib keyingi bosqichga yo'l olgan edi. Osiyo qit'asidan esa Avstraliya, Yaponiya, Janubiy Koreya hamda Shimoliy Koreya, ya'ni Koreya Xalq Demokratik Respublikasi jahon chempionatiga yo'llanma olgan edi. Davom etamiz. 2014-yil Braziliyada o'tgan jahon chempionatiga saralash. O'zbekiston juda ham jahon chempionati yo'llanmasiga yaqin kelgan edi. Birinchi hamda ikkinchi o'rinlar to'g'ridan-to'g'ri chempionatga yo'llanma olishar edi. 3-o'rin esa keyingi 5-bosqichga yo'llanma berar edi. Ochkolarni qarang, bizda 4 ta g'alaba, 2 ta durang, 2 ta mag'lubiyat, xuddi Janubiy Koreyadagidek. Ochkolarimiz ham bir xil. Bitta to'p farqi. Aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, 2 ta ko'proq gol urishimiz yoki 2 ta kamroq gol o'tkazib yuborishimiz kerak edi xolos. Biz 5-raundga yo'llanma olganmiz, lekin 5-raundda alamli tarzda o'z maydonimizda penaltilar seriyasida Iordaniyaga 9-8 hisobida mag'lub bo'lgan edik. Keyinchalik esa Iordaniya Urugvayga to'qnash kelgan, Urugvay esa bemalol qarshiliksiz deyarli 5-0 hisobida g'alaba qozonib jahon chempionati yo'llanmasini qo'lga kiritgan edi. 2018-yil Rossiyada o'tkazilgan jahon chempionatiga ham biz juda yaqin kelgan edik. Holatga e'tibor bering, 10 ta o'yinda 4 ta g'alaba, 1 ta durang, 5 ta mag'lubiyat. Biz Suriyadan ko'proq g'alaba qozongan edik, lekin ochkolarimiz teng bo'lib qolgan. To'plar nisbati esa ularda +1, bizda esa -1 edi. Eng alam qiladigan joyi nimada ekanligini bilasizmi? Agar esingizda bo'lsa, eng so'nggi o'yinni O'zbekiston o'z maydonida Janubiy Koreyaga qarshi o'tkazgan. O'shanda Janubiy Koreyada 14, O'zbekistonda esa 12 ochko bor edi. Bitta dona to'p kiritsak biz g'alaba qozonar edik hamda jahon chempionatiga to'g'ridan-to'g'ri yo'llanmani qo'lga kiritgan bo'lar edik. Ana shu bitta golni urish 90 daqiqa ichida nasib qilmadi hamda biz jahon chempionatidan quruq qolgan edik. Alam qiladigani nafaqat to'g'ridan-to'g'ri yo'llanma, balki 3-o'rin bilan 4-bosqichga yo'l olishimiz ham mumkin edi, lekin shu ham bizga nasib qilmagan edi. Osiyo qit'asidan esa o'sha Avstraliya, Yaponiya, Janubiy Koreya hamda Eron terma jamoalari jahon chempionatida qatnashgan. Va nihoyat eng oxirgi jahon chempionati Qatarda o'tgan mundialga esa biz alamli tarzda yana chiqa olmaganmiz. Ko'rib turganingiz 2-bosqichning natijasi do'stlar. O'zbekiston hatto 3-bosqichga ham chiqa olmagan. Shu sababdan men bu O'zbekistonning tarixdagi eng yomon natijasi deb bemalol qayd etgan bo'lar edim.
Aslini olganda birinchi o'rinlar to'g'ridan-to'g'ri 3-bosqichga yo'l olishsa, eng yaxshi natijani ko'rsatgan 2-o'rin sohiblari ham 3-raundga yo'llanma olishar edi. Afsuski O'zbekistonga shu ham nasib qilmagan. Boshqa guruhlardagi terma jamoalar bizdan salgina ko'proq ochko jamg'arishgan hamda 3-bosqich yo'llanmasini bizdan ilib ketishgan edi. Osiyo qit'asidan esa mezbon bo'lmish Qatar, Yaponiya, Janubiy Koreya, Eron va Avstraliya doimgidek ushbu jahon chempionatida qatnashishgan. Endi esa yaqinlashib kelayotgan 2026-yilda Amerika Qo'shma Shtatlari, Meksika hamda Kanadada o'tkaziladigan jahon chempionatiga saralash bosqichidagi ahvolimizni qarang. Biz 2-o'rindamiz. Biz juda ham jahon chempionati yo'llanmasi uchun yaqinmiz. Eron bu yo'llanmani naqd qilib bo'lgan. Bizda esa 2 o'yin qoldi. 2 o'yinda minimum 1 ochko to'plasak ham biz jahon chempionatiga to'g'ridan-to'g'ri yo'llanmani qo'lga kiritamiz. Keyingi bahslarda terma jamoamizga albatta omad tilaymiz hamda juda ham qattiq jahon chempionatiga chiqishni istaymiz hamda bunga ishonamiz. Agar video manzur kelgan bo'lsa, nima qilish kerakligini o'zingiz juda yaxshi bilasiz. Xayr do'stlar, salomat bo'ling. Biz jahon chempionatiga juda ham yaqin qoldik.